Ben 24 yıl halka hizmet kılıp bakayım bo'lganman. Yo'g'im sindi, shunda endi bizlar bir yildan bozan ana bakayım topshirdim ana yigitga. Endi vaqti bo'lsin. Manda yana shu ham ko'p xizmat qilsin xalqqa. Ana shu she'rdagilar nima niyat qilsa, niyatga yesin, kasbdan baraka topsin. Mana shundan ham o'tib yashasinlar. Mana ana bera Abdurjon bor, ben 100 ta 1000 ta to'yni o'tkazgan chiqarman. Men she'rga bularni tabriklab, keyinga sunat to'ylariga yetkazganda ana shuni taklif qilaman. Ana sizlar san'atingizga ofarin deyman. Mingdan ming bizlarni yoshlar ham o'tib yashanglar nasib bo'lsa, biz qancha umr bo'lsa, endi Xudoga ming qancha shukr. Ana shu yigitlar she'rdagilar ham biz yoshlar o'tib yashasin. Hayır, duo qilamanki, ana shu biron safarga borgan, boshqa sog' salomat ota-onasi bag'riga barachasiga kelsin. Biron nimani ziyon ko'rmasin. Bu ish vaqam ana shu yerdagilar niyatiga yetsin, kasblar baraka topsin, sog' salomat yana shu kunlarda Xudo yetirsin. Ana Xudomiz ana jo'ra boy, ana o'g'limiz Zubay boy, ana shular bir umr zavol ko'rmasin. Ana shular bizni yoshdan ham o'tib yashab, bizni o'tganimizdan ham eslab tursin shular. Nasib bo'lsa. Ana shu yerdagilar biz o'tib yashashimiz. San'atkorlarga ofarin, she'rga xizmat qilgan, povurlarga, xizmatga vakillarga mingdan ming rahmat aytamiz.